Hop, ma'ruzani boshlashdan oldin bitta eslab o'taylik. Qani o'tgan darslarimizda nima o'tgandik? Qaysi mavzular bo'yicha gaplashgan edik? Kim esla oladi? Kim esida qoldi? Kim esla olmaydimi? Kichala. Shu yerdamisizlar o'zi? Yodamiz Nodirbek, ne eslamayapsiz nima mavzu o'tilganini? o'tgan dars kirolmagandim. Shunga aniq bir javob bera olmayman ustoz, afsuski. Ya'ni birinchi, ikkinchi paralarchi, bundan oldingi birinchi, ikkinchi ma'ruzalar. Bularda bor edingiz-ku. Hozir mana chatdan xabar keldi. Hop, tarmoq topologiyalari. Rahmon tarmoq topologiyalari eslarda qolibdi. Xo'sh, bo'lsam ma'ruzani yana bir eslab ko'rib chiqinglar, bir o'qib chiqinglar. Ko'rib o'qib chiqsanglar bu foydadan xoli emas, ya'ni zarar emas. Xo'sh, ungacha mana demonstratsiyani yoqamiz. Prezentatsiyani o'chib, sizlar bilan bugungi mavzu bo'yicha gaplashamiz. Xudo xohlasa. Demak, bugungi mavzuyimiz TCP/IP protokollari steki haqida ekan. Ya'ni TCP/IP qanaqa ishlashi haqida bir o'sha protokollarni qanaqa ishlashi haqida ko'rib o'tamiz. Hop, rejasi. Hop, TCP/IP protokollar steki hamda TCP/IP stekining asosiy modellariga muvofiqligi. Hop, TCP/IP steki to'plami u iyerarxik ravishda tartiblangan tarmoq protokollari to'plami hisoblanadi. Stek o'z nomini ikkita eng muhim protokollardan oladi. Ya'ni TCP deyilganda Transmission Control Protocol. Ya'ni o'sha ma'lumot uzatish bo'lsa, IP o'sha aytganimizdek kompyuterni tarmoqdagi joylashgan o'rni bo'yicha ish olib boradi. Xo'p, tamoyillari deb qo'yilibdi o'sha TCP/IP texnologiyasini. TCP/IP atamasi odatda TCP va IP protokollari bilan bog'liq barcha narsani anglatadi. Bular nafaqat ko'rsatilgan nomlar bilan protokollarni o'zi, balki TCP va IP protokollaridan foydalanib qurilgan va amaliy dasturlardan foydalanishga asoslangan protokollardir. TCP/IP stekining asosiy maqsadi paketni boshqa tarmoqdan qabul qilib va uni ko'rsatilgan manzilga yetkazib beradigan shluzlar orqali paketli qismiy tarmoqqa birlashtirish hisoblanadi. Haqiqatan ham paket bitta tarmoqdan barcha tarmoq bo'yicha paketlar marshrutlitsiyasining o'zaro faoliyatini ta'minlaydigan boshqa qism tarmog'ida shluzlar ketma-ketlik orqali uzatiladi. Bunday holda lokal tarmoqlar ham, global tarmoqlar ham ulanishi mumkin bo'ladi. Shluz sifatida marshrutlyatorlar kabi paketni marshrutlash vazifasini bajaradigan dasturiy ta'minotga ega bo'lgan kompyuterlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, yetkazib berish mexanizmi barcha tarmoqlar aro IP almashish amalga oshirish orqali chiqiladi deyiladi. Ya'ni o'sha aytganimizdek tarmoqdagi kompyuterda IP manzili, ya'ni joylashgan manziliga qaragan holatda amalga oshiriladi deyiladi. Tarmoq orqali yuboriladigan ixtiyoriy xabarlar jo'natilayotganda bo'laklarga bo'linishi kerak. Bo'laklarning har biriga jo'natuvchi va qabul qiluvchining manzillari, shuningdek barcha xabar bir butunligini ta'minlaydigan paketlar ketma-ketligini ushbu paketning tartib nomeri bo'lishi kerak bo'ladi. Bunday tizim har bir shluzga tarmoq holatini joriy ma'lumotlarga asoslanib marshrutni tanlashga imkon beradi. Bu esa umuman tizimning ishchanligini oshiradi. Bundan har bir paket jo'natuvchidan qabul qiluvchiga o'zining marshruti bo'yicha yuborishi mumkin bo'ladi. Qabul qilishda paketlarni qabul qilish tartibi muhim emas. Ya'ni har bir paket xabardagi o'rni haqidagi ma'lumotga ega. Ushbu tizimni yaratishda uning hayotiyligi va ishonchliligi xabarlarni yetkazib berishni ta'minlashga muhim rol egallaydi. Hop, keyingi slaydimizda TCP/IP ni tarixi ko'rsatilgan ekan.
Ya'ni TCP/IP steki umumiy protokollar to'plami sifatida AQShda, ya'ni o'sha AQShning mudofaa vazirligi tashabbusi bilan ARPANET tajribaviy tarmog'i, ya'ni turli boshqa xildagi tarmoqlar bilan o'zaro bog'lash uchun 1969 yilda ishlab chiqilgan edi. Ushbu stek protokollari Berkli universiteti tomonidan Unix operatsion tizimida amalga oshirilgan. Hozirda bu stek kompyuterlarni internetga ulash uchun hamda boshqa ko'p sonli korporativ tarmoqlarda foydalanilmoqda. Xo'p, chatda nimadir so'rashdi. Ha, kechagi o'tilgan mavzuni bo'yicha ma'lumot berishgan ekan. Xo'p, keyingi slaytimizda o'sha ARPANET FTPni masalan ishlashi, FTPdan undan oldingi bo'lgan boshqa protokollarni qanaqa shaklda ishlashi, keyinchalik o'sha 83-yil, 85-yillarda TCP/IP protokoli ishga tushganda qanaqangi holatda bo'lganligini ko'rsatib beryapti. Mana o'sha ikkita chizma, xarita deylik, xarita turibdi. 69-yil hamda 73-yil. Ayni o'sha vaqt davomida ayni o'sha qanaqadir bir o'sha davlatning, Amerikani deymiz, o'sha Amerikani ma'lum bir nuqtalari qaysi holatda birlashtirilganligi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni o'sha 69-yil mana ARPANET yordamida hamda 73-yil deyilgan, masalan o'sha TCP/IP protokolimi ana o'shalar yordamida FTP deb qo'yibdi, buni TCP/IP deb qo'yibdi. O'shalar yordamida keyinchalik boshqa nuqtalar bilan ham ma'lumot almashish yo'lga qo'yilganligi, ya'ni tarmoq yo'lga qo'yilganligini ko'rsatilgan. Hop, bu 1977-yildagi bo'lgan ARPANETning xaritasi, ya'ni mantiqiy xaritasi. Ya'ni ayni o'sha vaqtda bu joyda mana o'sha kompyuterlarni ko'rsatib qo'yilgan. Agar yozuvga ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana PGP-11 ko'pida, PGP-10, PGP-11 boshqa deyilgan. Bu shu ko'pincha o'sha vaqtdagi kompyuterlar bo'lgan. O'sha stansiyalar deylik, kelinglar mana stansiya deb yuritadigan bo'lsak, o'sha stansiyalarni, o'shanaqalarni taxminiy ko'rinishi, o'sha 77-yildagi ko'rinishi shu ko'rinishda bo'lgan holatda deylik. Xo'p, TCP/IP steki tuzilishi. Ya'ni esinglarda bo'lsa, kecha sizlar bilan OC modelini ko'rgandik. OC modelini ko'rgandik, o'shanda 7 ta sathini ko'rgandik. Hozir mana o'sha sathlardan demak, birinchisi amaliy sath, transport sathi, tarmoq sathi va tarmoq interfeyslar sathi ko'rsatilgan va har bitta sathida qaysi aytaylikki steklarni tuzilishi, qaysi texnologiyalar ishlashi ko'rsatib o'tilgan. Bu menimcha yana kechagi mavzumizga o'xshab ozgina qaytarilish bo'lyapti. Hop, HTTP, RTP hamda FTP bu amaliy sathda o'z vazifasini olib borar ekan. Hop, transport sathida TCP, UDP, CSTP, TCP kabi texnologiyalar. Odam tillari ham bir anaqa qoladi, bularning nomini aytguncha. Hop, IP, ASMP hamda INGMP kabi texnologiyalar va tarmoq o'sha interfeysi sathida bo'ladigan bo'lsa, oddiy qilib aytganimizda o'sha biz ishlashimizga o'rganganimiz, ya'ni Ethernet tarmog'i o'z jarayonini olib borar ekan. Xo'p. Ana endi kecha sizlar esinglarda bo'lsa, bir qo'shimcha o'sha ma'ruzada ko'rsatilmagan bir gapni aytib o'tib ketgandim. Ya'ni 7 ta sath bo'ladigan bo'lsa, o'sha 7 ta sathni aytaylikki, odatda o'sha TCP/IP stekiga moslab 4 taga ajratilgan. Ya'ni qaysidir holatlarda birlashgan deyilgan edik. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha 3 tasi прикладной deb qo'ygan u va hokazolar mana ko'rsatilgan. 3 tasi bittaga ko'rsatilgan, har bittasi bittadan va fizik va kanalning kanal urilari esa ular ham alohida bir ko'rinishga ko'rsatilgan. Mana o'sha o'ng tomondagi rasmga o'xshab. Ya'ni TCP/IP stekining ko'rinishi hamda OSI modeli mana shu ikkalasi bir-biriga o'zaro shu ko'rinishda parallel ravishda ishlaydi. Va mana o'sha boyagi misol, ya'ni OSI modelida qanaqa ko'rinishda, TCP/IP modelida. Ya'ni amaliy ma'lumotlarni taqdimoti, seans
o'sha qatlamlari TCP/IPda amaliy ishlar ekan. Transport bilan ishlaydi, tarmoq bilan ishlaydi, hamda kanal hamda fiziklari esa umuman bitta modelga birlashgan holatda o'z vazifasini yuritib borar ekan. Ho'p, bu joyda tarjima qilayotganimizda yana anaqasi qolib ketgan ekan. Mayli, shu joy o'zimini to'g'irlab olamiz. Times New Roman. Ho'p. Xo'p, 7 ta satxli OSI modelda faqat farqli ravishda TCP/IP steki modelda kanalli, seansli va taqdimot sathlar mavjud emas, lekin bu modelning asosiy g'oyasini aks ettiruvchi tarmoqlararo sathi mavjud. Bu har xil turdagi tarmoqlarning to'plamidan tashkil topgan tarmoq bo'yicha ma'lumotlarni uzatishni ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Ushbu modelda sessiya va vakillik darajalari yo'qligi ishlab chiquvchilarning ayrimlarini foydalanuvchining dastur jarayonlarini o'tkazish orqali aloqa tizimiga yuklangan funksiyalarni sonli minimallashtirish istagiga bog'liq bo'ladi. Bog'lanish qatlami protokolining yetishmasligi TCP/IP stek protokoli ma'lumotlarni uzatish usullariga hech qanday cheklovlar qo'ymasligi va turli xil uzatish tarmoqlari uchun bir xil darajasiga mos kelishi bilan bog'liq bo'ladi. Xo'p, buni ham tarjima qilishga ulgurganimiz yo'q. O'sha qatlamlarida, ya'ni A kompyuteri bilan mana B kompyuteri misol tariqasida keltirilganda va bu holatda o'zaro ma'lumot almashinishi qanaqa ko'rinishda bo'lishini taxminiy aytaylikki, mana shu rasmda ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni ko'rinishi deymizmi yo bir algoritmi deymizmi, aynan shu holatda ko'rinishga ega bo'ladi. Hop, keyingisi TCP protokollar stekini yana davom ettiramiz. Ya'ni uni tuzilishi ko'rsatilgan ekan. Ya'ni stekini tuzilishi bu ko'rinishimizda mana 4 ta darajadan iborat. Amaliy daraja, transport darajasi, internet darajasi hamda tarmoqqa kirish darajasi. Bu sxemada fizik qurilmalarga kirish uchun barcha protokollarni tarmoqqa kirish darajasi joylashgan. Yuqorida IP, ARMP, SM, ECMP deymizmi? Tarmoqlararo almashish protokollarida joylashgan. TCP va IP asosiy transport protokollari bundan ham yuqoriroq bo'lib, ular xabarlar paketini yig'ishdan tashqari qaysi dastur ma'lumotlarini yuborish yoki qaysi dasturdan kerakli ma'lumotlarni olish kerakligini aniqlaydi. Transport darajasining ustida ma'lumotlar almashish uchun ilovalardan foydalanadigan amaliy daraja protokollari joylashgan bo'ladi. Mana o'shanaqasi ko'rsatilgan bunda. Modulli sxemasi. Transport darajasi, tarmoq darajasi, kanal darajasi hamda fizik darajasi. Ya'ni mana ko'rib turgan bo'lsanglar, pastda o'sha aytishimiz mumkinki, bo'lgan modemlar undan o'sha fizik darajadan kanal darajasida kommutatsion protokollar ish olib boryapti. Keyinchalik masalan tarmoq darajasida yoki transport darajasida esa o'sha qaysi texnologiyalardan foydalanayotgani, ya'ni o'sha TCP/IP, UDP va hokazolar ko'rsatib o'tilgan. Hop, sxemadagi to'g'ri burchaklar paketlarni qayta ishlaydigan modullarni chiziqlar ma'lumotlarni uzatish yo'llarini bildiradi. Bu sxemani muhokama qilishdan oldin buning uchun kerakli bo'lgan terminologiyalarni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu terminlar qaysi birlari? Birinchisi driver. Driver menimcha bilamiz hammamiz nimaligini. Tarmoq adapteri bilan bevosita aloqa bo'ladigan dastur. Keyingisi modul. Bu driver bilan tarmoq amaliy dasturlari bilan yoki boshqa modullar bilan o'zaro
aloqada bo'ladigan dastur. Sxema tarmoq tugunini Ethernet lokal tarmog'i orqali bog'lanishni ko'rsatadigan, shuning uchun ma'lumotlar bloki nomlari shu spetsifika bo'yicha aks etgan. Tarmoq interfeysi kompyuterni tarmoqqa ulaydigan fizik qurilma. Bizning holatda bu Ethernet kartasidir. Endi o'sha tarmoq interfeysi deyilganda tarmoq kartasi nazarda tutilgan ekan. Kadr bu tarmoq interfeysida qabul qiladigan, yuboriladigan ma'lumotlar bloki. Kadr deyilganda kecha manimcha agar ko'ruvdik, paket degan bo'lar edik, lekin bu joyda IP paketda bu IP modelini tarmoq interfeysi bilan almashadigan ma'lumotlar bloki. Kadrni oddiy qilib aytganda o'sha nima deymiz? Paketni nazarda tutadigan bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana ko'rsatilgan. Hozir buni yana o'chirasiz qolib ketibdi. Ozgina e'tiborsiz bo'lamiz. Xo'p, UDP datagramma bu IP modulini UDP moduli bilan almashinadigan ma'lumotlar bloki hisoblanadi. TCP/IP segmenti IP modulini TCP moduli bilan almashadigan ma'lumotlar bloki hisoblanadi. Amaliy xabar bu tarmoq ilovalari, dasturlari, transport darajasidagi protokollar bilan almashinadigan ma'lumotlar bloki hisoblanadi. Xo'p, inkapsulatsiya bitta protokol formatidagi ma'lumotlarni boshqa protokol formatiga yig'ish, qadoqlash usuli hisoblanadi. Masalan, IP paketni Ethernet kadriga yoki IP paketni TCP segmentiga yig'ish. Tarmoqlar aro almashinish doirasida inkapsulatsiya tushunchasi bir qancha kengaytirilgan ma'noga ega deyiladi. Xo'sh, agar Ethernetda IP inkapsulatsiya bo'lsa, bu haqiqatdan ham IP paketni Ethernet ramkasida, ya'ni boyagi frame'da deylik, ma'lumotlar sifatida joylashgan haqida yoki TCP/IPni IP inkapsulatsiyasi qilishda TCP/IP segmentini IP paketda ma'lumotlar sifatida joylashtirish haqida gapiradigan bo'lsak, u holda ma'lumotlar uzilgan kanal orqali uzatishda paketlarni endi slim paketlar yoki PPP fremlashtirish kerak bo'ladi. Xo'p, tarjimada manimcha qanaqadir bir xatoliklar ketgan u joyda. Xo'p, mana inkapsulatsiyasi ko'rsatilgan. Xo'p, ma'lumotlar blokida TCP darajasida hamda IP darajasida. Ya'ni ma'lumotlar blokini o'zi TCP/IP darajasini ko'radigan bo'lsak, TCP sarlavhasi amaliy darajaning hamma xabarlarini o'z ichiga olgan TCP ma'lumotlar bloki. IP darajasida IP sarlavhasi TCP sarlavhasi amaliy darajaning hamma xabarlarini o'z ichiga oladigan TCP ma'lumotlar bloki hisoblanadi. Xo'p, keyingi slaydimizda protokollarni nomlariga ya'ni o'sha protokollarni qisqacha kengaytirmasi berilgan ekan, ya'ni va nima vazifani bajarishi. Xo'p, TCP Transmission Control Protocol, ya'ni TCP IP protokollarini butun oilasiga nom bergan asosiy transport protokol. Va keyingilarda mana bizda ko'rsatilgan UDP, RMP, SLIP, PPP, FTP, Telnet va hokazolar. Xo'p, bularning orasida tanishlari bormi hamda qaysi biri sizlar uchun noma'lum, notanish? A'lochilar, shu tamizlar. Bizga mana UDP tanishda. Qolganlari TCP/IP bu ham tanish. FTP, DNS ham bor. Qolgani kirishmaganman.
Man to'g'risini aytsam, eh, kompyuter tarmoqlari bo'yicha qanaqadir ma'lumotim bor deb o'ylagan ekanman. Lekin mana shu anaqani ko'rishda, sizlar bilan mana shu dars o'tish jarayonida man ham haligi hech narsani bilmas ekanman degan bir xulosaga keldimda. Shunaqangi bir qanaqa ekan. Buni aslida mana agar ichiga kirib boraversak, uni ma'lumotlari juda ko'p ekan. Hop, masalan, o'sha aytganinglardek ko'pchilik aynan o'sha TCP/IP bilan ishlaganimiz uchun TCP/IP ularga ma'lum yoki masalan UDP ularda ma'lum bo'ladi. Yoki masalan Telnet kimgadir bir tanish bo'lishi mumkin. Yoki masalan FTP kimgadir e, nima deydi tanish bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri lokal tarmoq bilan ishlaydigan. Hop, kelinglar bitta taxminan qisqacha ko'rib chiqamiz. Hop, TCP/IP ni ko'rdik, UDP TCP/IP oilasining ikkinchi transport protokoli. Hop, TCP va UDP o'rtasidagi farqlar keyinroq muhokama qilinadi. Keyingi slaydlarimizda bo'lar ekan demak. ARP Address Resolution Protocol IP adreslar va Ethernet adreslarini moslashtirish uchun ishlatiladigan protokol. Keyingisida SLIP deymizmi? Serial Line Internet Protocol. Telefon tarmoqlari bo'yicha ma'lumotlarni uzatish protokoli. PPP Point to Point Protocol. Nuqta ma'lumotlarni almashish protokoli. Ani peer to peer dedim kecha. Agar o'tgan edik, manimcha Rafael akam o'sha bo'yicha bir gaplashgan edik. Manimcha o'shanga o'xshashib ketar ekan. Nuqta ma'lumotlar almashish protokoli. Balki boshqadir. Hop, FTP File Transport Protocol, fayllarni almashish protokoli. Keyingisi Telnet virtual terminal emulyatsiyasi qilish protokoli hamda RFC Remote Process Control jarayonni masofadan boshqarish protokoli. TFTP Trivial File Transfer Protocol, ya'ni fayllarni almashishning trivial protokoli. DNS Domain Name System, ya'ni domen nomlari tizimi. Demak, DNS deganda shu narsani aytsak, chunki mana DNSda ko'p ishlardik. Tarmoqda nastroykasini qilayotganinglarda esingizda bo'lsa, menyusiga kirsanglar, IP adres berilardi, keyinchalik tagidan DNS adres berilardi. Demak, o'ylaymanki, shunga qanaqadir bir bog'liqlik joyi bor. Hop, keyingisida RIP, ya'ni nomlanishi bir g'alatiroq ekan. Routing Information Protocol, ya'ni marshrutlashtirish protokoli. NFC Network File System taqsimlangan fayllar tizimi va tarmoq bosib chiqarish tizimi hisoblanar ekan. Hop, FTP yoki Telnet kabi amaliy dasturlar darajasi bilan ishlashda rasmda ko'rsatilgandek TCP modulini ishlatish bilan protokollar steki hosil bo'ladi. Hop, keyingi ma'lumotlarni ko'rib o'tamiz. Hop, keyingisida TCP modulidan foydalanishda protokollarning to'plami ko'rsatilgan ekan. Manimcha bular to'liq bo'lmagan, bularni to'liq bir yetish kerak bo'ladi. FTP protokollar oilasi, TCP modul, IP modul hamda Ethernet driverlar bulardan kelib chiqishi. Quyi qismida esa NFC ilova, DPI moduli, IP modul, Ethernet driverlari kabi ma'lumotlar qo'llanar ekan. Hop, ma'lumotlarni blokli oqimlarga xizmat ko'rsatadigan TCP, UDP modellari multiplekserlar kabi ishlaydi. Ya'ni ma'lumotlarni bitta kirishdan bir necha chiqishga va aksincha bir nechta kirishdan bitta chiqishga yo'naltiradi. IP moduli IP paketni paket sarlavhasida protokol maydonida aniqlaganidek yoki TCP moduliga yoki UDP moduliga yo'naltirishi mumkin bo'ladi. Qabul qiluvchi datagrammalar yoki xabar sarlavhasidagi port maydoni qiymatiga asoslanib UDP datagrammalarni yoki TCP xabarlarni aniqlaydi. Yuqorida ko'rsatilgan barcha qiymatlar xabarlar sarlavhasiga yuboruvchilar kompyuterlardagi modullar tomonidan yoziladi. Xuddi shunday protokollar sxemasi bu daraxtdir. Bu holda uning ildizda faqat bitta yo'lga olib kelishi mumkin. Uning davomida har bir modul o'z ma'lumotlarini blok sarlavhasiga qo'shib boradi. Xo'p, bu ma'ruzamiz o'sha aytganimizdek qisqacha TCP/IP protokollariga bag'ishlangan ekan. Xo'p, ma'ruzalarni eshitdinglar. Savollaringlar bormi ma'ruza bo'yicha?
ustoz, bitta savol bor edi. Mavzuga tegishli emas. Agar mana shu PDF ruscha varianti bo'lsa, gruppaga tashlab bera olasizmi? Asl variantini, перевод qilinmagan variantini. Yo'q, uni ruscha varianti menda yo'q, Nodir. Ha, bo'ldi. O'zbekcha tushunish birinchi murakkabroq bo'lyaptimi, Nodir? Da, sal terminlarga sal qiynalib bo'ldi. Hop, bu yoqda chetda o'qiganingizda qanaqa tilda o'qigansiz? Chetda turetskida. Hmm, Yo'q, moslashganman-da, yo'q, 4 yil o'qigandan keyin ikkita moslashib ketasiz. tushunarli. Yo'q, ruschasi yo'q ekan. Ruschasi bo'lganda jon deb berardim, manimcha. O'chirib yuborganmi yo boshqa sabab bo'lganmi bilmayman, saqlab qo'ymagan ekanman. Bo'ldi. Ustoz, yo просто PDFda ruschadan o'zbekchaga перевод qildingiz-ku, balkim original holi bormi yo'q deb so'radim. O'chirib yuborganman-da, chunki ruscha gruppaga dars o'tmaganim uchun, ruscha gruppani o'zi bo'lmaganligi uchun. Hop, qolgan a'lochilarda acha. Manimcha onlaynda tarjima qilib olsa bo'lsa kerak, PDF olib turib. Yo'q, buni tarjima qilgandan ko'ra, menimcha internetdan boshqa qaraganlar osonroq. O'zlarini qiynab tarjima qilganlardan ko'ra o'sha internetdan ko'rsalar, hozir ruschada ma'lumotlar bemalol. Yoki esingizda bo'lsa, kecha sizlarga anaqani ko'rsatdim-ku, bitta o'quv qo'llanmani. Ma'ruzalar tayinlangan o'quv qo'llanma deb. O'shani ko'rsanglar, o'zbek tilida berilgan zo'r ma'lumotlar berilgan, juda ham tushunarli. Hattoki o'zimizga dars bergan ustozlar o'sha adabiyotlarni yozishgan. Ancha yillik shu sohada dars beradigan ustozlarimiz. Morisupov Zoir aka. Вопрос есть. Да, Один Рафаэль, я вопрос. вас слушаю. Здравствуйте. Вот здесь написано TCP и UDP. Модули работают как мультиплексоры. Как это понять? Сейчас, где я найду? Нет, вот вы там были? Я Последнем? оттуда прочитал. Да, последний. Да. Вот сверху прям первое предложение. TCP и UDP модули работают как мультиплексоры. Помните, мы вчера или позавчера мы разговаривали, да, насчет каналов. Когда вот они отправляют информацию, они иногда с многих каналов они делают, они, как правильно сказать, направляют в одной канал. Это, так говоря, что у каждого канала есть свой метод, так говоря, метод работы. Кто-то для аудио, кто-то для видео, ну и так далее было, да? А он говорит, что вот он может работать так же. Вот здесь написано, ma'lumotlarni bitta kirishdan bir necha chiqishga deyilyapti. Вот с одного входа на несколько выходов говорит. Или так наоборот. То есть как мультиплексоры. Выход один, а как бы и они потом разделяются, да? Не, вот может быть, что у них, если разные каналы у них получается, да? Вот один выход и один вход и выход по-разному. И так, точно так же может быть, они могут быть работать наоборот. То есть они параллельно идут в одном потоке? Не, вот говорят... Могут соединиться? Ну, смотря как. С одного канала на несколько каналов или с нескольких каналов на одной канал. Со стороны, как они будут требовать. Это мультиплекс называется. Да. Как я понял, мультиплексоры, да. Вчера точно так говорили или как-то по-другому говорили? Нет, демультиплексоры. Да, вот мультиплексор, мультиплексор, когда работает в одну сторону, а когда демультиплексор, это когда работает наоборот. Это вот, когда много каналов приходит в один канал,
Это мультиплексор называется. Если не ошибаюсь, да. А обратный процесс, когда с одного канала несколько каналов уходит, это демультиплексор. Демультиплексор, да. Ага. Все понятно. Но это надо будет еще посмотреть. Да. Может быть, может, я ошибся. Может, Я же наоборот. тоже человек, я тоже иногда ошибаюсь. Не, никто ничего не говорит. Вы вот сказали, что чем больше изучаю, тем больше узнаю, что я ничего не знаю. Вот. Да, да. Типа такого тоже есть у всех. Не, потому что у Сна- меня вот дипломка, ну, как правильно сказать, у меня по магистратуре у меня компьютерные сети. Мгм. Как мутахассислик, да, так говорят. По магистратуре у меня компьютерные сети. Я вот 2 года учил, оказывается, вот уже ничего не знаю, оказывается. До этого Аристотель, по-моему, сказал. Кто философ? Чем больше я узнаю, тем больше я убеждаюсь, что я ничего не знаю. Да, да, да. Спасибо, Рафаэль, и вам, что вы вопросы задаете и заставляетесь нас учиться. Ну, как говорится, обновлять свою базу. Я рад. Я ж сам учусь, я тоже в это время много изучаю. Это такой взаимный процесс, да? И вы, и мы. Спасибо вам. Спасибо вам. Rahmat. Yana kimda qanaqa savollar bor? Savoli bo'lmasa, birpas dam olinglar. Keyingi parallagacha. Man hozir Zoom zapisini ham, ma'ruzani prezentatsiyasini ham keyinchalik gruppaga tashlab qo'yaman. Rahmat katta aka. Rahmat, ertaga Rahmat ko'rishguncha. ustoz. Avvalo. Hop.